Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi videomiz xudo xolasa mevali ko'chatlarimizni bitta video obzor qilamiz. Xudo xolasa sezonimiz ham oz qolyapti. Sezonlarimizga barakot bersin Xudoyim. Hammaning ishlariga omad. Mana do'stlar, bularimiz Vandergut o'rigi eng ertagi navlardan. Nihoyatda istiqbollilar. 3-4 yildan beri xudo xolasa mevasi yaxshi pulga sotilyapti. Bularimiz Vandergut 20 ming dona ulangan. Mana shu hozirgi holati bo'yi 2 metrdan o'tib ketdi. Bular Vandergut ketdi. Mana Vandergut silveramiz. Black Splendor 6 ming dona ulangan, Black Diamond 6 ming dona ulangan. Olmalarimiz mana Pink Lady Rose Glow ko'pchilik talablar hali ham so'nmayapti bunga talab. Yildan yilga talab ko'payyapti bunga mana. Pink Lady Rose Glow. Ba'da endi noklarimiz Abbat Fitel bor, Santa Maria bor, Talgerka bor. Noklarimiz ham nihoyatda go'zal holatda do'stlar. Mana holati. Bugungi kungi holati barmaq holatida. Ba'da istiqbolli navlardan gilosimiz Giantnet 10 ming dona ulangan do'stlar. Ba'da eri lori gilosimiz 4 ming dona ulangan. Holat o'ta ham go'zal mana do'stlar. Hozirgi shungi holati nihoyatda go'zal. Bugungi chisloyimiz ham aytib o'tdik. Bugungi chisloyimiz 2026-yil 22-iyul sanasida olinayotgan video mana. Iyulda olyapman, iyunda emas, iyulda. Endi baqa kelamiz mana. Bularimiz ildizi Cheremuxada ba'da ildizi achchiq olcha payvand to'ygan ikkita agatimiz. Mintapol gilosi ikkita agat ulangan. Ko'chat farqini bilayotgan bo'lsangiz, o'zi bo'ylari sal pastroq, sal baquvvatroq bo'ladi bu ko'chatda. 1300 dona ulangan. Qolgani Valavoy gilos mana. Valavoy 10 ming dona ulangan. Pasta bor, Svitariana, Real Tiago, общий gilosimiz 36 ming tub ildiz vishniy achchiq olchada gilos ulangan do'stlar. Giloslarimiz ham bugungi holati o'ta go'zal. Bo'ylari eng oldi 2 metr, orqasi 1,5 metr. Birinchi, ikkinchi sort ko'chat xudo xolasa mana ko'chat holati. Yon bakovoy shoxlar olinmagan, mana meva kurtliklar do'stlar. Mana naslar meva kurtlik hammasi. Mana ikkitalik kurtlik borki, meva kurtlik. Bemalol do'stlar, O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib beramiz. Biz endi bloger emasmiz, dehqonmiz. Qo'limizdan kelgancha video obzor qildik. Videomiz yoqqan bo'lsa va manfaatli bo'lsa, ko'chat ekaman deb yurgan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin, charchamanglar.